Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Mana men bugun sizlar uchun Samarqand Moshta bozoridan Nexia 1 va Nexia 2 narxlar bilan tanishtirib boraman. Har xillaridan bo'ladi. Arzonlardan, navorot qilingan variant, Vico, Vizon oxirigacha ko'rsangiz agar, albatta o'zingizga yoqqandan bemalol ko'rib tanlab olishingiz mumkin. Agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, pastda o'ng tomoningizda podpisatsiya tugmachasi bor. Shuni bir marta bosib qo'ysangiz, bizga obuna bo'lasizlar, bizdan chiqadigan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishingiz mumkin. Tepada Instagram kanalimni yozib qoldiraman, podpisatsiya qilib qo'ysangiz agar, Instagramda ham har xil moshlar bo'ladi. Instagramda ham bemalol kuzatsangiz bo'ladi. Sizlarni qanaqa mashina narxlari qiziqtiradi? Pastda kommentariyada yozib qoldirasizlar. Sizlarning talablaringizga binoan o'sha mashinalardan chiqarishga harakat qilaman. Sizlarni ko'p kuttirib qo'ymaymiz. Videorolikni boshlaymiz. Mana aziz obunachilar, Nexialardan 2007-yil ishlab chiqarilgan motor holatlarini ko'ramiz. Yili har xildan olishga harakat qilyapmiz sizlar uchun. Iloji boricha arzonroq varianti, lekin sastani yaxshilaridan. Metan gazlari bor. Motor hadovoy qanday? Motor hadovoy zo'r. Motor hadovoy zo'r. Yana ko'rib, tekshirib olaverasizlar. Kraskasi aka? Kraska lotka bo'lgan. Polni lotka bo'lgan. Udar yo'qmi o'zi? Yo'q, 100%. Bir xillarda polni kraska bo'lgan, lekin udar yo'q desa bir xil ishonmaydi, lekin yana ko'rib tekshirib olinglar xolasangiz. Lekin udar yo'q debdilar. Faqat polni kraska qilib chiqilgan. Tonirovkalar bor, endi asvejit bo'lganda baribir. Xo'p, salon ichlari lyuks ekan, chiqol polilar tashalgan. Probek 286 ming ekan. Maytafonlari bor, orqadan ko'rinishlari. Mashina qayerda aka? Sharniki. Bagaj ochaverasiz. Eshigi shumkami? Eshiklari shumka, faqat eshigi? 4 eshik. 4 eshik shumka. Metan gaz nechtalik bu? 80 talik. Bitta zapravkada necha yuradi aka? 300 ta. Shahar ichida 300 ta. Puli necha pul aka? Puli 2,5 bo'lishi. 2,5 bo'lishimi? Bir tushiraylik obunachilar uchun. Bozor narx qilyaptimi aka? Bozor har xil aka. Ha, tushunarli. Hop, narxga bo'lsa 2 ga beramizmi olib ketishadi? Yo'q. Ish pulga. 300 bo'ladimi? 2300 hech bo'lmasa. Oxiri 2,5. Taqalganimi? Hay kelasizlar, ko'rasizlar, ma'qul bo'lsa bemalol sanab olib ketishingiz mumkin. Variant Vico barterlari bormi? Narx. Faqat narxga gen beramizmi? Gen bo'ladi. Gen bor, telefon nomer 90lik 90lik 505 505 07 07 90. 90. Salomat bo'ling. Mana aziz obunachilar, Nexia 2lardan 2010-yil avtomat korobka mana. Qaranglar, avtomat yozib qo'yilgan. Yaqinda bitta Nexia 1ni qo'ydim-ku. Chista zavodskiy avtomat edi, lekin buni avtomat qilingan varianti bu. Ha aka. Nimani motori turibdi bunda aka? Lasetini motori qo'yilgan. 1.6 motor qo'yilganmi? 1.6 motor qo'yilgan, propan gazlari bor ekan. Konditsioner ishlaydimi aka? Ishlaydi. Konditsioner ishlaydi. Yana bemalol ko'rib, tekshirib olaverasizlar. Motor hadovoy qarashi zo'r, ha? Hop, shumkalar qilingan. Polnimi aka? Polni shumka qilingan. Laseti tormozlar qo'yilgan. O'zining tormozi uncha yaxshi bo'lmaydi-ku, shuning uchun laseti tormoz qo'yib o'rganlar. Pasatka qilinganmi? Pasatka qilingan, tonirovkalari bor. Bir xillarda metan qo'ysa shunday unaqa bo'ladi-da. Bir xillar pasatka qiladi. Hop, salon ichlari lyuks, chiqollar yangi, polikchalar yangi. Salon ichlari 145 ming probek ko'ryapsizlarmi? Lasetti tablo qo'yilgan. Hop, avtomat korobka, polni maytafonli karazeroni zo'rdan qo'yilgan. Aka, bitta buni ishlatib ko'rsatasiz. Avtomatini qanday bo'lishini. Men o'zim boyna to'g'risi tushunmadim, hozir o'zlari ko'rsatdilar. Mana bu lasetning tablosi qo'yilgan hali. Ha, aytdik buni. Ha, oddiy shunday. Shunday bosasizlar, tamom, bo'ldi. Prosta bu nima bu paranedisi yo'q, bir xil o'ylaydi, mexanika deb o'ylaydi, lekin bu avtomat. Aha. Xo'p, aka qarang, tablo almashdi-ku. Probek o'zinikimi o'zi? Shunda o'ziniki. Burasida motor, yangi motor qo'yilgan, 30 yurilgan. Ha, tushunarli. Bo'ldi gap. Oyna tushirishlari sizda bayonotlar. Bo'ldi gap. Hozir orqalardan ham ko'rsatib o'ramiz. Bagaj bosib o'ring aka bitta. Ana, bo'ldi, bagajlar ochildi, video registratorlari bor. Xo'p, mana taglarini bitta ko'rsatib o'raylik. Tagigacha shumka qilingan ekan. Zapaska balonchasi joyida. Damkrat ключ. Yo'q, zapaska emas-ku, bu unaqa propan tabletka aytgandek. Zapaska bormi uyda aka? Zapaska bor. Zapaska beriladi. Zapaska beriladi. Necha pul so'rayapsiz aka? Bozor narx qilyaptimi? Endi 4,5 deyapmiz, kelishtirib. 4,5 deyapsiz. Bozor narx qildimi? Bozor ham qilyapti. Necha pul qildi bermadingiz bozorga? 3800 qildi. 3800 qildi bermadingiz. Bizga bering shu 3800 ga obunachilar olsin. Bir duo qilasiz sizda. Bo'ladimi? Bo'ladi. Hayli chotki narx bo'ladi aka. Oladi, bosib haydab yuradi mazza qilib. Bo'ladimi 3800? Shunday bo'ladi-da, примерно, ha. Narx kelib sanab olib ketadi. 4 versiyani olib ketsin, pul kerakli sotib to'g'risi. Ha. Moshin polni qilingan, pasatka qilingan. Tochkasi 4, ha? Aybi yo'q. Ha.
Korobkalari zo'rmi ishlashlari? Yurishlari? Motor ham yangi deb ko'rilgan. Bo'ldi. Yana ko'rib, bemalol tekshirib olaverasizlar. 3000 tiqilgan o'zi buning ishiga. Yo'q-a? Prosta minish o'zimiz ish. Tushunardik. Taqalgani 4. Variant Vico barteri bormi? Yo'q. Variantga ham shu broylargacha bo'lsa. Yetmasa broyga kutib turasiz. Generalni beramizmi? Beramiz. Generalni beramiz. Shtrafni o'zlaringizni nomlaringizga qilib olasizlar. Generalni beriladi. Xo'p, telefon nomer 93lik. 93lik 421 421 48 74. 48 74. Salomat bo'ling. Mana aziz obunachilar, Nexia 1lardan 2007-yil ishlab chiqarilgan, LED farlar qo'yilgan motor holatlarini ko'ramiz. Sound injektor, metan gazlari bor. Motor hadovoy qanday? Zo'r. Motor hadovoy zo'r, yana ko'rib tekshirib olaverasizlar. Kraskasi polni sepilganmi? Polni asijit bo'lgan, udar bo'lmagan bo'lsa, udar bo'lmagan, yana ko'rib tekshirib olaverasizlar. Hop, tonirovkalari bor. Salon ichlari turlik chiqollarda valiklar tashalgan. Tak, probeg menimcha qotib qolgan tablo. Orqadan ko'rinishlari. Probeg nechta? Noma'lummi? 1.5. Tablo qotib qolgan diyor. Yo'q, bilmayman. 1.5 ko'rsatyapti-da. Agar tablo qotmagan bo'lsa, 1.5 krug probeg. Endi yana ko'rib tekshirib olaverasizlar. Tak, metan nechtalik? Kattasi. 80 taliga kattasi. Xo'p, mana taglari, tagi shumka ekan. Bitta zapravkadan necha yuryapti? O'lchab ko'rganmisiz? Bilmaysiz-a? Aha, necha pul so'rayapsiz buni? 32 so'raymiz, kelishtiramiz. 32 million so'rayapsiz. Naq bo'lsa obunachilarga necha pulga beramiz? 30 ga beramiz. Yana tushiring bir 200. 2 million, 3 million tushiring yana. Naq bo'lsa 25 ga beramizmi? Yo'q, yo'q. Qanchaga beramiz? 29 ga beramiz. 29 bo'ladigan. Variant Vico barter bormi? Yo'q, yo'q, yo'q. Faqat naqga generalni. Chiqadi. Telefon nomer 88. 88 lik 917 69. 69 salomat bo'ling. Mana aziz obunachilar, Nexia 2lardan 2009-yil ishlab chiqarilgan, ideal holatda turibdi. Onlari to'rlik setkalar qilingan. Hop, bu yoq ko'tarishi zo'r ekan, qaranglar. Naqa qo'yilgan. Presoska nima deydi nomini? Kim nima deyardi buni? Esimdan chiqdi. 1.6 motor bu. 1.6 motor krishka emas. Metan gazlari bor. Motor hadovoy zo'rmi? Motor hadovoy zo'r, yana ko'rib, tekshirib olaverasizlar. Kraska. Kraska bitta kirlaga bir qarish bor. Bitta kirlarda bir qarish bitta bor. Qolgan joy toza. Toza. Yana ko'rib, tekshirib olaverasizlar. Balon holatlari, balonchalari yangi, qaranglar. Hop. Tak, mejgar pulti ham bor ekan. Tonirovkalari bor. Salon ichlari ham ideal holatda. Lyuks. Chiqoldi yo'q, polikchasi bor. Salon ichlari, pioner mikrofon qo'yilgan. Orqadan ko'rinishlari. Probeg nechta bo'ldi aka? 146 da. 146 ta probeg. Mashina qayerniki? Narpay. Narpayniki, orqalarini ham ko'raveramiz. Hoppa. Metan gaz. Nechtalik bu? 80 talik. 80 talik bitta zapravkada nechta yuradi? O'lchab ko'rganmisiz? 300. 300 kilometr yuradi. Shahar ichida. Nech pul so'raysiz aka buni? Narxi nech pul aka? 4100 deyapmiz. 4100 kelishib berasizmi? Telefon qilsa keltirib beramiz. Chotkidan qilib berasiz. Telefon beramiz. Obunachilar kelishadi, telefon qilishadi, mashinalarni savdo qilib chotkidan qilib berasiz. Bo'ldi. Variant Vico barter bormi aka? Naqga, generalni. Dokumenti любой bor. Bo'ldi, gap yo'q. Telefon nomer 97lik 97lik 928 928 86 44. 86 44. Salomat bo'ling. Mana aziz obunachilar, Nexialardan 99-yil ishlab chiqarilgan LED farlar qo'yilgan, o'z motor holatlarini ko'ramiz. Xo'p, metan gazlari bor, gidrolik rul. Motor hadovoy qanday aka? Motor kecha oqshom chiqildi, javob 1 gram bo'y yemaydi, hadovoy Aha. garantiya. Kecha qilgan debdilar. Ishlayapsizlarmi? Motor hadovoy qarshi yog' yemaydi. Kraska. Kraska asijit qilingan o'zi. Polni asijit qilgan, yana o'zlaricha qilib olinganlar. O'dar bo'lmaganmi o'zi? Yo'q, 1 gram udari yo'q. Tonirovkalari bor, ko'rib olishsin debdilar. Hop, salon ichlari, chiqol poliklari bor. 592 ming probeg ekan. Mikrofon audio sistemasi bor, orqadan ko'rinishlari, lekin yana polni kraska bo'lganga tiniq holatda turibdi-da, lekin mashinacha. Motor qilingan debdilar. O'zlari uchun chiqilgan, qarshi, polni tayyor. Hop. Metan gaz nechalik bu aka? 80 talik. 80 talik bitta zapravkada necha yuradi? O'lchab ko'rganmisiz? 350 kilometr. 350 kilometr yuradi. Necha pul so'rayapsiz aka buni? Aka 2550. 2550 mi? Bozor narx qildimi? Ha, qilyapti. Lekin narx sal baland ekanda, akam obunachilarga chiqsa narx 2 ga beramizmi? Yo'q, yo'q. Obunachilar chiqadi, ko'radi, ma'qul bo'lsa narx 2000 sanaydi. Yo'q, 2 ga bermadim aka.
Ha 2100 ga berasizmi? 2000 ga bermagan bo'lsa, hech bo'lmasa obunachilar olsin, shuni bir mazza. Qolgani 2,5 qilib beraman aka. Ha, o'ting aka, bir chotka qilib, bir olib ketsin. Sizni nomingizdan kelsa o'tib beraman aka. Chotka qilib narx berasiz. Chotka Bo'ldi. beraman. Variant Viku barter bormi? Yo'q aka, naqdga. General. Generalni beraman aka. Telefon nomeri. O'z nomeriga chiqadi. Aha. 94lik 94lik 477 477 75 75 79. 79. Salomat bo'ling. Mana aziz obunachilar, Nexia 2 lardan bitta sizlar uchun zo'r davonlayman. 2013-yil ishlab chiqarilgan holatchani ko'ryapsizlarmi? Holat idealniy holatda ekan. Xo'p, motor holatlarini ko'ramiz. Mana motor holatlari. Motor qanday aka? Benzindami? Benzinda motor. Motor hadovoy zo'ra. Korobkasi zo'r. Ko'ringlar, o'zi ko'rinishidan ham idealniy holatda turibdi. Yana ko'rib tekshirib olaverasizlar. Kraskasi? Kraskasi yo'q. Kraskasi yo'qmi? Yo'q. 100% a? 100% javob. Yana ko'rib tekshirib olaverasizlar. Bemalol kraskasi yo'q debdilar. Mana balonchilari mягкий balon, chiroyli diskalarda turibdi. Xo'p, polni salonchani akvarincha qilib qo'yibdilar. Tonirovkasi yo'q. Salonchalarda turibdi. Salon ichlari oho, apshika ham idealniy holatda. Lyuks. Chihol polilar, poliga yo'q ekan, chiholda ham yo'q. Probegni ko'ring ham, probeg nechta aka? Probegi 45 ta. 45 tami probeg? Qani? 45 ming probegda deyaptilar. Ana. Yana ko'rib, tekshirib olaverasizlar. 45975, 46 mingga yaqinlashyapti. Zavodskoy audio sistemada turibdi. Orqadan ko'rinishlari, bagajni ko'rsatib o'ramiz. Mashina qayerniki aka? Shaharniki. Shaharniki, orqalarida ham ko'rib o'rsak. Hop. Tak. Mushin benzinda zapaskalar turibdi. Mana taglari ham idealniy holatda ekan. Necha pul so'rayapsiz aka buni? 5000 so'rayapman. 5000? Oho, buncha qimmat bu. Necha pul qilib beramiz obunachilarga buni? Oxiri 4600. 4000 naqd sanaydi aka, olib ketadi. Bo'ladimi? Oxiri 4600. Naqd 4000. Yo'q, akajon. 100-200 qo'shsa chiqadi ustiga 4000 ni. Yo'q aka, oxirimizdan aytdim. Necha pul? 4600. Ha, 4,5 ming qilib bering, hech bo'lmasa ma'qul bo'lsa kelib olib ketadi ko'rib. Agar ma'qul bo'lsa. Sizning patishliklaringiz kelsa, gaplashamiz. Bo'ladigan 4,5 ga. Ha. Variant Vico barter bormi? Naqd. Generalniy. Bo'ladi. Generalniy beriladi, telefon nomer. 90lik 90lik 505 505 07 07 90. 90. Salomat bo'ling. Mana aziz obunachilar, Nexia 2 lardan 2014 ga 2015, texpasport 14, kuzov 2015 ekan. Motor holatlarini ko'ramiz. Mana motor holatlari 1.6 motor, lyuks konditsioner. Propan gazlari bor ekan. Motor hadovoy zo'rmi aka? Motor hadovoy yaxshi deblarni ko'rib tekshirib olaverasizlar. Xarajati yo'q-a? Yo'q aka. Xarajatlari yo'q. Tormoz nimaligini qo'yganman dedingiz boya? Lasetti tormoz qo'yilgan. Aha. Mana mягкий balon, optira diska, kraska. Kraska bitta ana shu kurloga bor. Qolgan joy tozami? Yana ko'rib tekshirib olaverasizlar. Tonirovkalari bor. Muzikani o'chirasiz. Muzika muhimmas YouTube'ga. Xo'p, salon ichlari lyuks. Chihol, sideni unaqaniki qo'ygan, Lassettiniki. Lassettisi Gentra'niki, polilar tashilgan, Malibu rul qo'yilgan, Pioneer magnitofon, orqadan ko'rinishlari. Probeg nechta aka? 147 ta. Aha, orqalarida ham ko'rib o'ramiz. Mashina qayerda aka? Shaharniki. Yana taglari propan gaz tabletka. Hop. Pavuk ham qilinganmi? Ham bitta gazcha bering qani? Ovozini bitta eshitaylik qani, obunachilar eshitsin. Hozir gaz beradilar qani. Bo'ladi. O'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Necha pul so'rayapsiz aka buni? 5000 deyapsiz. Bozor narx qilyaptimi? Aka. Necha pul qildi bermadingiz bozorga? Chesni. 4300 qildi, 4300 qildi bermadingiz, to'g'rimi? Bermagan narxingizga bizga bering, obunachilar olib ketsin. Seshinlar beraman aka. Qancha qo'shsa bo'ladi? 50 mi, 100 mi? 4,5 mesa beramiz. 4,5 mi? 100 qo'shsam 4400 ga olib ketsa bo'ladimi? Vaqtiga. 4,5 mesa. 4,5 taqalganimi aka? Variant Vico barter bormi? Bir oyga aka. Bir oyga yetmagan kutib turasiz. Generalniy bormi? Ha aka. Generalniy beriladi. Aha, telefon nomer 93lik 93lik 717 717 14 14 68. Salomat bo'ling. Mana aziz obunachilar, Nexia 2 ni sizlar uchun zo'rdan olyapman. Idealniy holatda turibdi. 2013-yil ishlab chiqarilgan. Nomechasi ham lekin juda ham o'ziga yarashib turibdi. 2013 1.6 motor, lyuks konditsioner, gidravlika, rul metan gazlari bor. Motor hadovoy qanday aka? Motor hadovoy zo'r. Motor hadovoy zo'r, yana ko'rib tekshirib olaverasizlar. Kraska. Kraska kapot krылоda bor. Kapot krылоda bor, yana kraskasini ham ko'rib tekshirib olaverasizlar. Qolgan joyida yo'qmi? Qolgan joyida yo'qmi? Yo'q, toza. Qolgan joyida yo'q, ichiga o'tmagan deblar ko'rib tekshirib olaverasizlar. Tonirovka polni qilingan, ruxsat bormi? Bor, 4 oy bor. 4 oy ruxsati bor tonirovkani. Lyuks chihol yo'q, poliglari bor, salon ichlari tablo tuning qilingan, magnitofonlari o'ziniki turibdi. Zavodskiy orqadan ko'rinishlari. Bemalol yozdan chiqarib olasizlar-da, tonirovka tugaganicha. Bemalol yozda mazza qilib tonirovkacha yuraverasizlar.
Xo'p. Orqadan ko'rinishlari metan nechtalik aka? 90 talik. 90 talik. Bitta zapravkada nechta yuribdi aka? 210 270. Aha. Nech pul so'rayapsiz? 4000. 4000. Kelishtirib beramiz. Naqd pulga nech pulga? Tochkasi aka. Подписчиклар uchun, ha. 3900. Chotki narxi berib olib ketsin. 3900 mi? 100 chasmi aka? Ha, bir chotki narxi berib olib ketsin kanaldan. Bo'ladigan 3900. 3800 qilyapti bozor. 3800 qilib bermadingiz. Yo'q. 3900 bo'lsa berasiz. Ha. Variant Viko barter bormi? Yo'q, naq. Generalni. Bu Telefon nomeri 90lik. 90lik 505 505 07 07 90. 90. Salomat bo'ling. Mana aziz obunachilar, Nexia 2lardan 2014-yil ishlab chiqarilgan ekan. 2014 gibrid motor, metan gazlar bor, gidrolik rul. Motor hadovoyi qanday aka? Motor hadovoyi javob defterini ko'rib tekshirib olaverasizlar. Kraskasi. Qolgan joyi tozami? Yana ko'rib tekshirib olaverasizlar kraskasini. Balon holatlari. Xo'p, Magicar pultlari bor, tonirovkalari bor. Salon ishlarini ko'ramiz. Lux chiqovi yo'q, poliglari bor. Xo'p, salon ishlari, audio sistema orqadan ko'rinishlari. Probeg nechta aka? 131 ming probeg. Mashina qayerdaki? Toshkent shahardagi. Orqalardan ko'raveramiz. Xo'p, metan nechtalik aka? 90 talik. Taglari shumka qilingan ekan-a? 4 teshik ham shumkami? Bitta zapravkada necha yuradi u? Metan 300 yuradi. Necha pul so'rayapsiz aka? 4300 mi? Kechda berasizmi? Obunachilarga necha pul qilib beramiz? Naqd sanab olib ketsa. Qancha qilib beramiz? 4000 qilib beraylik, jimoa olib ketsin, ma'qul bo'lsa. 100 mi? Gap yo'q. Variant Viko barter bormi? Bor, hozir odatga. Generalni. Chiqargan. Telefon nomer 94lik 94lik 483 483 93 93 16. 16. Salomat bo'ling.